Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugungi xabarlar. Qashqadaryoda bog'cha opa bolaning ustidan qaynoq suv to'kib yubordi. Holatga viloyat MMTB izoh beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan G'uzor tumanidagi 4-DMTT tarbiyalanuvchisi issiq suvga kuydimi mazmunidagi murojaat yuzasidan Qashqadaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan rasmiy munosabat bildirildi. Unga ko'ra, holat joriy yil 6 fevral kuni G'uzor tuman 4-DMTT katta yosh tarbiyalanuvchisi N.M. hamda DMTT faoliyat yurituvchisi Sh.Y. tarbiyachisi va D.Y. tarbiyachisi e'tiborsizligi oqibatida sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, soat 12lar atrofida tarbiyalanuvchini tashqaridan ichkariga tushlik vaqtiga saf bilan olib kirilayotgan Sh.Y. hamda tarbiyalanuvchi N.M.ning to'qnashishi oqibatida qaynagan suv uning peshona chap yonoq sohasi qismiga to'kilgan. Mazkur holat DMTT hamshirasi Sh.M. tomonidan zudlik bilan birinchi tez yordam ko'rsatilgan. Shundan so'ng tarbiyalanuvchi N.M.ning otasi chaqirtirilib, DMTT xodimlari ishtirokida G'uzor tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam birlashmasiga olib borilib, zarur choralar ko'rilgan. Bundan tashqari, tibbiyot birlashmasi kuzatuv va tekshiruv o'tkazgandan so'ng tarbiyalanuvchi va otasi tibbiyot birlashmasidan ketib qolganini 554-ma'lumotnomada keltirib o'tilgan. Tarbiyalanuvchi N.M.ning tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi, uning sog'lig'ini tez tiklash uchun DMTT mas'ullari tomonidan ham moliyaviy yordam ko'rsatilgan. Hozirda o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan ta'lim tashkiloti mas'ul xodimlariga ta'zir chora qo'llanishi yuzasidan yetarlicha hujjatlar to'planib, xizmat o'tkazish deyiladi xabarda.